Sizda ham qorningizni past qismi shunaqa chiqib qoladimi? Yoki ikkiga bo'linib qolgandek tuyuladimi? Yoki kunduzi sizda tekis turadi, ammo kechasiga kelib shunaqa ishib ketayotgan holat bo'lyaptimi? Hammasi joyida. Siz hali uzoq yashaysiz. Ammo sizda qorin oldi mushaklarining bo'shashishi bor. Bu esa diastaz deyiladi. Bu mushaklar sizning kubiklaringizning orqasida joylashgan bo'lib, u tanamizda tabiiy korset vazifasini bajaradi. Mana shuning uchun ham sizga korset taqish umuman maslahat berilmaydi. Agarda sizning mushaklaringiz naqqajinday bo'ladigan bo'lsa, qorningiz osilib qolmaydi. Men sizga uy sharoitida 3 ta mashq o'rgataman. Qani ketdik. Buning uchun 4 oyoqlab turib olamiz. Qo'llarimiz tirsaklarga qo'yiladi, oyoqlarimiz ochiq holatda bo'ladi. Belni maksimalni tushiramiz. Nafas olganda qorin tushirilib, nafas chiqarganda bilan lablarimizni cho'chchaytirib nafasni chiqaramiz va qorinni boricha ichkariga tortamiz. Ikkinchi holatimizda oyoqlarimiz biroz bukilib tepaga ko'tariladi. Nafas chiqarishda qorinni ichkariga tortamiz. Xuddi shunday boygindek bilan chiqaramiz. Oyoqlarimizni ochamiz. Olib kelganda yana bo'shatamiz qorinni. Uchinchi pozitsiyamiz. Bu pozitsiyada qo'llarimizga tiranib olamiz, oyoqlarimizni qo'yamiz. Bor kuchimiz bilan, ya'ni nafasni qilib chiqargan holatda qorinni ichkariga tortamiz va to'liq ko'tarilamiz. To'liq most hosil qilamiz. Nafas olganda yana tushamiz. Xuddi shu holatda bajaramiz. Agarda sizda shunda ham qorningiz kirmayotgan bo'lsa, siz meni onlayn va offlayn kurslarimga yoziling.